Assalomu alaykum hammaga. Men shifokor Soraxon bo'laman. Bugun biz sizlar bilan tibbiy asbob-uskunalarning inglizcha nomlarini o'rganamiz. Biz shifokorlar yurak urishini tinglash uchun qaysi asbobdan foydalanishimizni bilasizmi? Qon bosimini o'lchash uchun ishlatiladigan asbobning nomini-chi? Bu videoni oxirigacha ko'ring va biz bilan qoling, chunki atigi bir necha daqiqa ichida siz ko'plab muhim tibbiy asboblarning inglizcha nomlarini va ularning vazifalarini tezda bilib olasiz. Qani, boshladik unda. Roll bandage. Bint yarani yopib turgan bog'lamani siljimasligi uchun joyida mahkam ushlab turish va shikastlangan tana qismlarini qo'llab-quvvatlash yoki mikroblardan himoyalash uchun ishlatiladi. Surgical tape. Tibbiy yopishtiruvchi lenta. Tibbiy lenta yopishqoq bo'lib, bint, doka va boshqa bog'lamlarni yara atrofidagi teriga mahkamlash uchun ishlatiladi. Blood pressure monitor. Qon bosimi o'lchagich. Qon bosimi o'lchagich arteriyalar devoriga urilgan qonning bosimini o'lchash uchun ishlatiladigan qurilmadir. Headlamp. Peshona chirog'i. Peshona chirog'i shifokor tomonidan boshga taqiladigan chiroq bo'lib, kerakli joyni yoritib, yaxshilab ko'rish yoki tekshirish uchun qo'llaniladi va tekshiruv vaqtida qo'llarni bo'sh holda qoldiradi. Hot water bag. Issiq suv xaltachasi. Issiq suv xaltachasi tanaga issiqlik berish yoki og'riqni kamaytirish uchun ishlatiladi. U issiq suv bilan to'ldiriladigan rezina yoki silikon idishdir. Plastir. Plastir mayda kesilgan joylar, tirnalishlar va yaralarni yopish hamda himoya qilish uchun ishlatiladi. Stethoscope. Fonindoskop yurak, o'pka va boshqa ichki a'zolar chiqaradigan tovushlarni tinglash uchun ishlatiladi. Stretcher. Zambil. Nosilka. Zambil mustaqil harakatlana olmaydigan bemorni yotgan holda tashish uchun ishlatiladi. Skalpel kesmalar qilish va to'qimalarni ajratish uchun ishlatiladigan kichik jarrohlik pichog'idir. Surgical scissors. Jarrohlik qaychisi. Jarrohlik qaychisi to'qimalar, choklar, bog'lamlar va bintlarni kesish uchun ishlatiladi. Syringe. Shprits dori vositalari va suyuqliklarni yuborish yoki chiqarib olish uchun ishlatiladi. Termometr tana haroratini o'lchash uchun ishlatiladi. Kidney tray. Buyraksimon lotok. Buyraksimon lotok bog'lamlar, asboblar va tibbiy chiqindilarni tashlash va saqlash uchun ishlatiladi. Tweezers. Pinset mayda buyumlarni ushlash, tutish yoki olib tashlash uchun ishlatiladigan asbobdir. Weight scale. Tarozi bemorning tana vaznini o'lchash uchun ishlatiladi. First aid kit. Birinchi yordam qutisi. Aptechka. Birinchi yordam qutisi kesilishlar, kiyishlar va boshqa mayda jarohatlarni davolash uchun kerakli vositalarni saqlaydi. Sphygmomanometer. Tanometr qon bosimini o'lchash uchun ishlatiladigan asbobdir. X-ray. Rentgen.
Rentgen suyaklar va ichki a'zolarni tekshirish hamda sinishlar va pnevmoniya kabi kasalliklarni aniqlash uchun ishlatiladi. Microscope. Mikroskop. Mikroskop ko'z bilan ko'rish qiyin bo'lgan juda kichik narsalarni kattalashtirib ko'rsatadi. Normal saline. Fiziologik eritma. Fiziologik eritma suvsizlanishni davolash, yaralarni yuvish va dori yuborish uchun ishlatiladi. IV stand or IV drip stand. Tomchilatuvchi stend. Tomchilatuvchi stend vena ichiga yuboriladigan suyuqlik xaltalarini osib qo'yish uchun ishlatiladi. Wheelchair. Nogironlar aravachasi. Nogironlar aravachasi yurishda qiynaladigan yoki yura olmaydigan odamlar uchun mo'ljallangan harakatlanish vositasidir. Surgical gloves. Jarrohlik qo'lqoplari. Jarrohlik qo'lqoplari tibbiyot xodimlari va bemorlar o'rtasida infeksiya yuqishining oldini olish uchun qo'lga tekshiruv payti kiyiladi. Surgical mask. Jarrohlik niqobi. Jarrohlik niqobi mikroblarni o'z ichiga olishi mumkin bo'lgan tomchilar va sachrashlardan himoya qiladi. Walker. Yurish moslamasi. Yurish moslamasi yurishda qiyinchilikka duch kelgan insonlarga tayanch bo'lish va muvozanat berish uchun qo'llanadi. IV cannula. Vena kanulasi. Vena kanulasi suyuqliklar, dorilar yoki qon mahsulotlarini yuborish uchun venaga kiritiladigan kichik moslashuvchan naychadir. Eyeglasses. Ko'zoynak. Ko'zoynak ko'rishdagi muammolarni tuzatish yoki yaxshilash uchun ishlatiladi. Nebulizer. Nebulizer. Nebulizer suyuq dorini nafas orqali o'pkaga yetkaziladigan mayda tuman holatiga aylantiradi. Glucometer. Glukometr. Glukometr qondagi glyukoza miqdorini o'lchash uchun ishlatiladi. Surgical gauze. Jarrohlik do'kasi. Jarrohlik do'kasi yaralarni himoya qilish, suyuqliklarni shimib olish va bitishini tezlashtirish uchun ishlatiladi. Suture. Chok materiali. Chok materiali yara yoki jarrohlik kesmalarini tikish uchun ishlatiladigan maxsus ipdir. Surgicept. Jarrohlik antiseptiki. Jarrohlik antiseptiki terini operatsiya yoki boshqa tibbiy muolajalardan oldin dezinfeksiya qilish uchun ishlatiladi. Blood bag. Qon qopchasi yoki qon paketi. Qon qopchasi qonni yig'ish, saqlash, tashish va quyish uchun ishlatiladigan steril idishdir. Suction machine. So'rish apparati. So'rish apparati nafas yo'llaridan shilliq, so'lak, qon yoki boshqa suyuqliklarni chiqarib tashlash uchun ishlatiladi. Otoscope. Otoskop. Otoskop quloq yo'li va quloq pardasini tekshirish uchun ishlatiladigan yoritgichli asbobdir. Eye chart. Ko'rish jadvali. Ko'rish jadvali insonning ko'rish o'tkirligini baholash uchun ishlatiladi. Braces. Tish breketlari. Tish breketlari qiyshiq tishlar va noto'g'ri tishlash muammolarini tuzatish uchun ishlatiladi. Infusion set. Infuzion tizim. Infuzion tizim suyuqliklar, dori vositalari yoki oziq moddalarni organizmga
odatda vena orqali yuborish uchun ishlatiladi. Cane. Hassa. Hassa yurishda muvozanat va tayanch berish uchun ishlatiladigan yordamchi vositadir. Sling. Qo'l osgichi. Qo'l osgichi jarohatlangan qo'l yoki yelkani qo'llab-quvvatlash va tayanch bo'lish hamda harakatsiz saqlash uchun ishlatiladi. Crutches. Qo'ltiq tayoq. Qo'ltiq tayoqlar yurishda qiyinchilikka duch kelgan yoki bir oyog'iga bosolmaydigan odamlarga yordam beradigan tayanch vositalardir.